Si Szinpin Shimoliy Koreyaga tashrif buyurish bilan Kim Chen In bilan uchrashadi. Si Pxenyanga oxirgi marta 2019 yilda tashrif buyurgan. Tashrif Si Pxenyan tashqi siyosatiga katta e'tibor qaratayotgan ikki davlat, Pekinda AQSh prezidenti Donald Tramp va Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qabul qilganidan bir necha hafta o'tib amalga oshirildi. Xitoy Shimoliy Koreyaning asosiy iqtisodiy va siyosiy hamkori bo'lib, yadroviy qurol dasturi va inson huquqlarining buzilishi tufayli keng qamrovli xalqaro sanksiyalarga duchor bo'lmoqda. Xitoy va Shimoliy Koreya 1400 km uzunlikdagi chegarani baham ko'radi va mudofaa pakti bilan bog'langan Xitoyning har qanday davlat bilan bo'lgan yagona shartnomasi. Agar hujumga uchrasa, u o'zaro yordamni kafolatlaydi. Bu yil ushbu shartnomaning jonli efir AQSh Vakillar palatasi Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi qonun loyihasini ma'qulladi, Rossiyaga loyihalar kiritdi. Shu bilan birga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan yuzma-yuz uchrashishga chaqirdi va u ham to'liq o't ochishni to'xtatishga tayyor ekanini aytdi. Kunning voqealarini jonli blogimizda kuzatib boring. Tramp ma'muriyati so'nggi kuchli kampaniyasida Kuba prezidentiga qarshi choralar joriy qildi. Gavana bu harakatni darhol qoraladi. Yangi jazoga tortilganlar orasida Raul Castroning yagona o'g'li Alejandro Castro Espin ham bor. U Kuba Mudofaa va Milliy xavfsizlik komissiyasida maslahatchi bo'lib ishlagan. U Raul Castro 2016 yil mart oyida Gavanada o'sha paytdagi prezident Barak Obama bilan uchrashganida hozir bo'lgan. Sanksiyalar qatoriga Castro Espinning o'g'li Raul Alejandro Castro Calis ham kiritilgan. Bu sanksiyalar prezident Donald Trump yanvar oyida Venesuela rahbari Nicolas Maduro hokimiyatdan chetlatilganidan so'ng Kubaga qarshi harbiy harakatlar bilan tahdid qilgan bir paytda kiritildi. Ma'muriyat, shuningdek, Kubaga yoqilg'i yetkazib berishni keskin cheklab qo'ygan Zelenskiy yangi ochiq xatida Putinni tinchlik muzokaralariga chaqirdi, asosiy masalalarni yuqoriga hal qiladi. Bu janob Zelenskiy Rossiya 2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishini boshlaganidan beri birinchi marta janob Putinga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qildi. Ukraina rahbarining xabarida AQSh ustuvorliklari o'zgargani e'tirof etilishi ta'kidlanib, Tramp ma'muriyati Ukrainadagi mojaroga to'g'ridan-to'g'ri e'tibor qaratilishiga e'tibor qaratishini kutish noto'g'ri bo'lishini ta'kidladi. Men uchrashuv o'tkazishni taklif qilaman, deb yozgan Zelenskiy. AQSh prezidenti Donald Tramp, agar Putin va Zelenskiy uchrashsa, ajoyib bo'lardi, dedi. Ular buni qilishlari kerak, dedi Tramp. Urushni tugatish uchun Putinni qanday yon bosishga undaganligi haqidagi savolga Tramp tafsilotlarni ma'lum qilishdan bosh Ukrainalik Zelenskiy Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralar jadvalini aniq belgiga va'da berdi. Fransiya 24 muxbiri Mark Owen Gruziyaning Evroatlantika integratsiyasi sobiq vaziri va Sciences Paris professori Tornike Gorgadze bilan suhbatlashmoqda.